Mana bu yerda hamma qulayliklar bor. Sochiqlari o'zida, hammasi mana shunaqa turadi. Shahriyor ki, quyoshdan olib keldim meni Shahriyorni, juda quyoshda yo'q taraf. Mana endi ota bu yerda joylashdi. Endi men sizlarga hozir pastdan videolar ko'rsatmoqchiman. Pastda qaranglar, qanaqa chiroyli go'zallik bor. Hamma maza qilib o'tirsa bo'ladi. Zambeziya anaqasi bu, nima deydi endi? Ko'li, rechka. Xullas, lekin ehtiyot bo'lish kerak ekan. Chunki mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, toshlar qo'yilgan krokodillar yurib chiqmasligi uchun. Mana shu krokodillar borligi uchun ham ehtiyot bo'linglar deb bizani rosa ogohlantirishdi. Mana shu yerda. Mana qaranglar. Qo'l bilan ushlash mumkin emas. Elektr energiyasi bor deyapti.